O'zimning fikrim qiziqmi ekan kimgadir? Ramazonni ko'pchilik og'iz yopish, yeb ichishdan tiyilish deb o'ylashadi. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Yilda bizga 12 oy berilgan bo'lsa, atigi 1 oygini bizni ko'zimiz bilan ko'ra olmaydigan, natija kutmaydigan, faqatgina Xudoyim roziligi uchun qilishimiz mumkin bo'lib, shuni evaziga juda ham ko'p savoblar olishimiz mumkin bo'lgan oy atigi 30 kun berilgan. 30 kun davomida bizning hayotimiz har kuni zo'r bo'ladi, qandaydir muammolarimiz hal bo'lib ketadi degan hech qanaqa kafolat yo'q. Lekin biz 30 kun davomida holatimizni, mo'jizaliga ishonch holatimizni ko'rmagan mo'jizalarimizga ishonch holatimizni saqlab qolgan holda biz ruhan o'samiz. Ya'ni hayotimizda nima bo'lishidan qat'iy nazar biz hozir Ramazon oyidamiz degan qandaydir ishonch. Agar shu holatimni saqlab bersam, xarakterimni nimadir o'zgartirsam, qaysidir odatni shakllantirsam, qaysidir odatimdan voz kechsam, oldin qilmagan qanaqadir ishlarimni hozir mana qilishni yo'lga qo'ysam, shuning uchun savob olarkanman degan ishonch paydo bo'ladi. Yil davomida o'zingizda shakllantirishingizni sizga tilagan bo'lardim.